Shu sigirni siz kelin bo'lib kelgan yeringiz olganmiz. Mana 8-yil tug'yapti. Siz qachon tug'asiz? Xudo bersa tug'aman oyijon. Xudo bersa deb o'tirish kerak emas. Harakat qilish kerak. Alloh nima aytgan? Sizdan harakat, mendan barakat deb. Harakat qiling. Tushunmadim oyijon. Yana nima qilish kerak, ha? Yeyish kerak. Katta yeyish kerak. Tushundingizmi? Mana shu qo'yishga, ha. Yeyish kerak. Harakat qiling. Menga qarang. Siz tengirani 5-6 ta bolasi bor. Siz hali ham bir farzandli bo'lishni o'ylayapsizmi, kelin? Ha, o'ylayapman oyijon. O'g'lingiz ham o'ylayapti, men ham o'ylayapman. O'ylash bilan ish bitmaydi. Harakat qilish kerak deb o'ychi o'yga yetguncha tavakkalchi ishini bitiribdi degan gap bor. Harakat qilinglar, Biz o'g'lingiz bilan har kuni Jodan xabar qilib qo'ydim shekilli. Gulini olib. Tilim qursin. O'zim ham 4 yil farzand ko'rganman. Ha 4 yil, 8 yil emas-ku. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mahmudboy, qalaysiz? Yaxshimisiz? Qo'y so'yapsizmi? Bu qo'ni qo'shnilarga, bizga o'xshagan keksalarga xayriya qilargansizda? Yo'q, bir otaxonlarga kalbasa qildirmoqchimiz. Kalbasa? Uni bekor so'yibsiz-da. Nimaga aka? Hozir bir apparat chiqqan ekan. Shunda qo'yni qo'yib yuborsang, o'zi junini alohida, suyagini alohida, terisini alohida qilib, bo'shini kalbasa qilib chiqarib olar ekan. Undan ham zo'r chiqqan hozir. Yo'q, qanaqa chiqqan? Kalbasani qaytarib tiqib olsangiz, naridan qo'y bo'lib chiqib keladi. Ey amansiz. Yo, to'g'ri, bu haqiqatdanmi? Ha, rosa. Voy, tinib tinchmagan odamlar, nimalar o'ylab topishmaydi, ha? Mayli. Barakasini bersin. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum kelin. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Saldadat xolam uyda bilan. Ha, uydalar. Nima edi, tinchlikmi? Tinchlik. Kelin tug'dilar. Bugun uyga kelyaptilar. Senga xordoqqa chiqartgansizlar. Yana tug'dilarmi? Voy kelin, kim tug'ibdi? Echkisi tug'ibdi. Siz kerakmi deb so'ragani chiqqan ekan. Ha, kerak emas. Kerak. Echki emas, kelin tug'di. Voy, bilaman.